Assalomu alaykum azizlar. Xudo xolasa mягкий fason, high-tech fason, neoklassika fasonlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bir chekada inshaalloh bunimiz mягкий fasonimiz, tumbichkali lulka, tay kravat bo'ladi, orqasida shkaf, pashoxonalari qo'shib beriladigan narximiz ichida narxlarni bir chekada aytib o'tib ketaman. Juda e'tiborli bo'lasizlar. Ko'p odam narxini so'raydi. Doim aytamiz, biz narxini aytib boramiz. Ozgina sabrli bilan ko'rib borasizlar inshaalloh. Xo'p, bunimiz maloshniy holatda, bunimiz oqqa ko'k kombinatsiya qilingani, koronali fason, oymachli fason deb qo'yamiz, mягкий fasonimiz. Bemaligi nima desa bo'ladi, telefon qilganda mono holatdagisi desanglar, tushuntirsanglar, narx-navolarni ham aytaveramiz yoki-da skrinshot qilib tashlab bersanglar ham narxlarini chiroyli qilib aytamiz inshaalloh. Ko'rib turibsizlar. Bular shu ko'rsatganimiz mягкий fasonlarimiz materiallarida bu yerda farq bo'ladi. Mana bunimiz oqqa materiali ham oq kombinatsiya bo'lgan. Bu shkafi, bularimiz maloshniga, yonboshlari ham maloshniy kombinatsiya bo'lgan. Bunimiz oqqa materiali ko'k kombinatsiya bo'lgan, koronali. Xo'p, ko'p gapirmaymizda mana xudo xolasa neoklassika fasonimizga o'tamiz. Ko'rib turibsizlar, o'rtasi balkonli holatda, pashoxonalari ham, buni bortiklari aytilgan narxda ichiga kiradi bularda. Shkafi 3 qanotli bo'ladi, eniga 1.20 lik, balandligi 1.95 bo'ladi. Tepadagi qoshlari bilan yonboshi 40 sm. Mягкий fasonlarimizniki eniga bir xil 1.20, balandligi ham bir xil 1.95, yonboshi 45 lik bo'ladi. Mягкий fasonimizniki. Xo'p, ko'rib turibsizlar. Bunimiz ham high-tech uslubida. Bularda ham pashoxonalari bir xilda bo'ladi inshaalloh. Lulka, tumba, tay kravat, lulkasi tebranadigan holatda. Ichida bortiklari, kravatida tayda 3 ta tortmasi bor, tumbichkamiz bitta eshikli, tepasi tortmadan iborat. Oldi panjarasi tepa pastga tushib chiqadi. Shkaflari aytganimizdek razmerda holatda. Bularimiz oldi MDFli krashinli bo'ladi. Bular faqat panjarasini o'zi krashinli MDF holatda, yonboshlari displaminatdan ishlangan. Bunimiz maloshniga cappuccino rang kombinatsiya bo'lgan. Xo'p, bularimiz kravatlarimiz. Kravatimiz 1.80 ga 90 lik bo'ladi. 3 ta tortmasi bor, purjinka matraslari bilan. Bunimiz belanchi holatda, belanchida ham xuddi shu oldi panjarasi tepa pastga tushib chiqadi. Bu shkafimizning kombinatsiyasi hozir ko'rsatib o'tdim. Bu manej bo'ladi. Bu manejimizniki shkafi mana bu chekada turibdi. Bu kravatlarimiz oqi, bunisi maloshniy holatdagisi. Maloshniyimizga oqini shkafi. Bularni tanlab olsanglar bo'laveradi. Xo'p, endi bir chekadan tushuntirib o'tamiz. Mana bularimiz, ko'rsatib o'tganlarimiz, bu shkaflarni, manejlarni ko'rsatdim. Komplekt holatda 3 million so'm. Ichida to'shagi, pashoxonasi, hamma narsasi ichida. Tumba, lulka, ikkovini pastga tushirsa taydagi kravat bo'ladi. Shkaf narxi 3 million so'm. Bularimiz xuddi shu tuzilishda bo'ladi. Bular oldi polni krashinli bo'ladi. Bularimiz 3 million 500 ming so'm. Ichida bortiga lulkasi, tumbasi, kravati, shkafi, 4 ta narsa. Bu neoklassika holatdagimiz ham xuddi shunday 3,5 million so'm beriladi. Mягкий fasonlarimiz 3 million 800 ming so'mdan. Bu ham xuddi shunaqa lulkasi, tumbasi pastga tushirsa taydagi kravat bo'ladi. Buni razmeri manejimiz 2 metrga 65 bo'ladi shirinasi. Bunisi 1.70 ga 65 lik bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Yana qanaqangi so'rovlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar tushuntirib o'tamiz inshaalloh. Bu kravatlarimiz komplekt holat 4 million 200 ming so'm ichida matraslari bilan. Shkafi shulardan bittasini tanlasanglar bo'ladi. Kravat, shkaf 4 million 200 ming so'mdan. Yana to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, to'liq batafsil tushunmagan joylar tushuntiramiz. Hammalarga sog'lik tilaymiz.